nomahram qizlar bilan, nomahram yigitlar bilan telefonda gaplashishlik hozirgi zamonamizning eng katta fitnasiga aylanib qoldi. Bu juda xavfli narsa. Nimaga desangiz, bugun siz bo'ydoqli paytingizda jami 20 ta qiz bilan gaplashsangiz, hammasini ota-onasi borda. Ertadan keyin sizga Xudo bitta qiz beradi, jami 20 ta bola sizni qizingiz bilan gaplashadi. Eng kamida shu. Xudo kechirib yubordim deganda ham shu ish bo'ladi, chunki qaytar dunyoda. Bugun siz birovni qizini qo'lini ushladingizmi, sizni ham qizingizni birov qo'lini ushlaydi, bu ham qaytar dunyo. Hozir biz Allohni bizni ko'rib turganligini esimizdan chiqarib qo'yapmiz, muhtaram ahli jamoat. Siz birovni qizi bilan kechqurun ko'rpan tagiga kirib gaplashyapsiz, hech kim ko'rmayapti deb o'ylab shu gumonda gaplashyapsiz-da. Agar otangiz kelib tepangizda eshitib o'tirsa gaplashmaysiz. Nimaga otangizdan qo'rqasiz? Ha, otangiz mayli, Xudodan qo'rqmaymizmi? Alloh ko'rib turibdi-ku. Ertadan keyin Xudo sizga ham qizlar beradi. Bir xilgilar aytadi, ha menda 3 ta o'g'il, Xudo xolasa bizga qaytar dunyo bo'lmas ekan deydi. Ha, sizga o'sha o'g'lingizga birovlarning tagidan chiqqan yengiltak ayollar kelin bo'ladi. 20 ta birovni qizi bilan gaplashdingizmi, 20 tasini tagidan chiqqan kelin siz o'g'lingizga kelin bo'lib keladi. Bu Alloh hech ham yutqazib qo'ymaydi. Alloh doim yutuqda u. Va makaru va makarallohu vallohu xoyrul makirin deydi. Banda ham makr xiyla qilaveradi, Xudo ham makr qiladi, lekin Xudo eng yaxshi makr qiluvchi deb oyatda aytiladi. O'shaning uchun xom xayol bo'lmaylik.